baxtli yaxshilar shohida bo'lib turibsizlar. Bugun 1-yanvar 2021-yil. Biz o'z loyihamizni davom ettiryapmiz. İnsanlarni, ota-onalarimizni xursand qilishda davom etyapmiz. Bugun diyorimizdagi ajoyib bir mehmondo'st Fayzi xonadonining mustahkam ustuni, qadari buzrukvori, adajonisini Kamolxon akamizni bugun tavallud ayyom kunlari 63 yoshlik payg'ambar yoshi bilan tabriklashga kelganmiz. Kelinglar, ana shu tabrikning guvohi bo'lasizlar. Bugun farzandlari adajonisiga avtomobil, mashina sovg'a qilyapti. Bugun tabrikimiz bomba bo'ladi. Bizlarni kuzatinglar. Bu inson bizga begona emas. Biz amakimiz. Kuzatishda, like bosishda, komment yozishda davom etinglar. Biz amakimizning xonadonida hammamiz jam bo'lib turibmiz. 2021-yilning 1-sanasi 1-yanvar kuni shu yerdamiz. Kamolxon aka, bugun sizni tabriklash uchun keldik. Amaki, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, shukrona to'yingiz muborak bo'lsin. Ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohimga shukronalar aytamiz. Bugun sizni tabriklash uchun barcha yaqinlaringiz, farzandlaringiz nomidan sizni tabriklash uchun keldik. Tavallud ayyom shukrona to'y muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlarning ko'pini ko'ring. Kimlar bilan qo'sha qaranglar, yuzga kirib yosh bo'linglar, farzandlarga bosh bo'linglar. Akalarim bilan gaplashganda aytdiki, bugun bizni adajonimizni, mehribonimizni, duogo'yimizni, dunyodagi eng aziz insonimizni bugun tug'ilgan kuni. Birinchi navbatda ularga o'zimizni rahmatimizni aytmoqchimiz. Nima uchun? Bizlarni dunyoga keltirganlari uchun, voyaga yetkazganlari uchun, hech kimdan kam qilmasdan, hech narsaga xorizor qilmasdan, bizlarga eng yaxshi bolalikni hadya qilib bizlarni voyaga yetkazganlari uchun. Dunyo turguncha turishlarini istaymiz. Baxtimizga hamisha sog' va omon bo'lsinlar. Hamisha adam sog' bo'lsin, adamning yonida hamisha oyim omon bo'lsin. Birgalikda qo'sha qarab bizlarni, farzandlarni, nabiralarni baxti kamolini ko'rish bu insonlarga nasib qilsin deb sizni tabriklab yubordi. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bitta qarsak bilan tabriklab qo'yasizlar. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, amaki. Tabriklaymiz. Teningiz sog' bo'lsin, hamisha bizlarga bosh-qosh bo'lib yuring. Har qanaqa vaziyatda ham bizni qo'llab-quvvatlab turadigan inson, nima bo'lishiga qaramasdan bizdan yuz o'girmasdan hamisha bizlarni qo'llab-quvvatlab turadigan inson bu bizning adajonimiz. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin, omon bo'lsin, to'y bo'lsin, to'maloq bo'lsin, hamisha bizga bosh-qosh bo'lib turadigan inson bu siz bo'lasiz. Ilohim, dunyo turguncha turing. Joningiz omon bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlar aytdiki, Xudo xolasa endi mana hozir karantin, pandemiya bo'lib tug'ilgan kunlarni o'z niyatimiz bor edi, katta to'yxonalarda qilish. Endi hozir baxtga qarshi mana shu karantin bo'lib turibdi, shunday ekan xonadonda chiroyli bir eng ko'ngli yaqinlar orasida chiroyli tug'ilgan kunni guvohi bo'lyapmiz. Hali kechgacha mehmonlar juda ham ko'p keladi edi. Bizlar ham fursatdan foydalanib chiroyli qilib bugun sizni tabriklash uchun keldik. Ham mezbonimiz, ham mehmonimiz endi bugun mehmon deganimiz endi xizmatdayamizda. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlar sizlarni hojona qilish nasib qilsin. Hajlarga borib, Kabatullohga tavof qilib, hojona bo'lib, savlat to'kib o'tirish sizlarga nasib qilsin. Farzandlarning baxtini, kamolini ko'rish, nabiralarni, evara-chevaralarning baxtini, kamolini ko'rish sizlarga nasib qilsin. Tug'ilgan kuninglar muborak bo'lsin. Zarda katta rahmat, sog' bo'ling. Oyingizni vaqtiga, bizning vaqtimizga akamiz arvohlari qo'llab qo'ltiqlasin, yaxshilarda qaytaraylik. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Abdulla akam aytdiki, hamisha odam o'tirganda ko'p o'ylanadi, sal qisilib qoladi, bir xilda yolg'iz qoldim deb. Hech qachon o'ylanmang. Bizlar bormiz. Aka-ukalar bor. Taqdirning taqozosi, Allohning inoyati. Bu dunyoga hammamiz mehmonmiz, ertami kechmi hammamiz ketamiz. Bu Allohning inoyati. Shunday ekan hech qachon kuyinmang, qayg'urmang. Joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Farzandlar, yaqinlar hamisha baxtingiz omon bo'lsin, ularning baxtiga sizlar omon bo'linglar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yana bir karra tabriklaymiz. Xonadonda hamisha yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin deb niyat qilamiz. Va ijozat bersangiz farzandlar qatoridan sizga to'rtqator she'r o'qib beraman. Maylimi? Ey umrim javhari, davlatim otam. Dillari quyoshdir, mehribon otam. Sizga izdoshdirman abadul abad. Shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli, yolg'onchi dunyo. O'tkaydir ular misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo
bo'lolmas siz kabi dardkashim odam. Sizningla bordurman ichra keng jahon. Shukrimni eshitsin ul buyuk Rahmon. Qalbimiz og'ritib, qalbingiz og'ritib bo'libman nodon. Doimo kechirgan mehrli otam. Bog' ichra gurkirar chamanzor otam. Tinmagay har nafas mehnatkash otam. Mehnat ila ayladingiz siz meni inson. Siz mening eng qo'ligul bog'bonim otam. Joningizga jon bo'lolmas afsus bu jonim. Bo'lsa edi berardim sizga bor umrim. Inshaalloh ko'rgaysiz gullagan chog'im. Nuri ila yoritgan jahonim otam deb sizni tabriklab yubordi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Kelmay bilan qo'sha qaranglar. Farzandlar aytdiki, dunyodagi eng katta qahramonimiz, eng buyuk insonimiz bu bizning adajonimiz, onajonimiz. Biz bu insonlardan faxrlanamiz. Endi biz xohlaymizki, hamisha bizlardan faxrlanib yursin. Har bir qilgan mehnatlari endi rohatga aylansin. O'rn almashadigan payt ham keldi. Endi ular izzatda bo'lsin. Bizlar esa xizmatda bo'laylik. Ilohim hamisha yaxshi kunlarimizda boshqacha bo'lib tursin. Bir kunlik xizmatini butun umr xizmatida bo'lsak ham ato qila olmaymiz. Bizning baxtimizga hamisha sog' va omon bo'lsin. Yuragimizda niyatlarimiz, istaklarimiz juda ham ko'p. Ammo bizlarda tarbiya shunday bo'lganmi, ularga o'zimiz ayta olmasligimiz mumkin, lekin juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz bu insonlarni deb sizlarni tabriklab yuborishdi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Va akalarim aytdiki, bizlar yoshlik chog'imizda Kamolxon akamga ham, amakimga ham kurtka beringlar. Kiyib oling. Aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar. Farzandlar aytdiki, bizlar yoshligimizda qancha erkalik qildik, injiqlarimizni ko'tardi adam, oyim. Bizlar 4 ta farzand bo'lganmiz. Esimizda yoshlik paytimizda bizlarga velik olib bergan, velosiped olib bergan. Shunda bizlardan baxtli inson bo'lmagan bu jahonda. Quvonchimiz ichimizga sig'masdan mahallada bolalarga maqtanib yurganmiz. Bizlarni adajonimiz bizlarga velik olib berdi, velosiped olib berdi deb. Bugun Alloh nasib qilgan ekan, Kamolxon aka, farzandlar mana bo'y yetdi, qo'lda hammasini hunari bor. Allohga behisob shukr. Demak, bugun farzandlar sizga tug'ilgan kuningizga onajonimni mana shunday gullab yashnab yurishiga adam sababchi. Adamdan mana shunday gullab yashnab yurishiga onam sababchi. Endi kelinglar, biz ham fursatdan foydalanib adajonimga mana shunday tavallud ayyom kunida ijozat bersanglar, mashina tabriklasak, avtomobil bugun sizlarga farzandlaringiz tabriklayapti. Muborak bo'lsin, tagidan shamol o'tib tursin. Mashina muborak bo'lsin. Olib kiringlar mashina. Barcha farzandlaringiz, nabiralaringiz nomidan. Bo'ldi, chetga qo'ying. Muborak bo'lsin. Bugun seni tug'ilgan kuning. Kamolxon aka, bugun siz mashinangiz tabriklayapti. Bugun seni tug'ilgan kuning. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlar, kelinglar, bag'ringlarga bosib bitta tabriklab qo'yinglar. Ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohimga shukronalar aytamiz. Xudolar jonlari, kelinglar.
Alloh bergan davlating otani asrash kerak. Qiblagoh g'animating otani asrash kerak. Keltirgan kim hayotga, so'ng ko'targan qanotga. Yetay desang murodga otani asrash kerak. Umrning zo'r ustini, kasbi koring mazmuni. Iymoningni butini otani asrash kerak. Buzrukvor deb faxrlan, xizmatin qil sabr ila, tirigida qadrla, otani asrash kerak. Amaki farzandlarning baxtiga hamisha sog' va omon bo'ling. Bugun sizning kuningiz, tabriklaymiz. Amaki farzandlar nomidan yuragidagi niyatlarni, istaklarini ozmi ko'pmi imkon qadar Alloh qadr qilgancha men sizlarga yetkazdim. Ana endi men mikrofonni sizlarga tutqazaman. Farzandlarga, yaqinlarga, bo'lgan bag'rijigarlarga, xotinlarga bo'lgan yaxshi niyatinglar, rahmatingiz bo'lsa bemalol izhor qilib qo'yasiz. Marhamat. Allohni mana shu bergan kuniga ming qadrli shukrlar qilamiz. Ilohim mana shunday quvonchli kunlarga yetmaganlarni yetsin. Qaytib bo'lganlarni iymonni salomat qilsin. Meni yanımda hozir ko'p tug'ishqanlarim yetmay turibdi. Allah rahmatiga olgan bo'lsin. Bolalarim ming rahmat. Sizlarni mana shu dunyoga keltirib, shuncha tarbiya qilganimiz bizlar bu endi xosirlari bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu menimcha birinchisi bo'lmaydi. Bundan keyin hali yana yana bitta-bittadan mashina, bizlarga mashinani keragi yo'q. Bizlarga sizlarning mehrlaring kerak. Bu ham bo'lsa bir eng katta mehrni bittasi. Ming rahmat sizlarga. Beshalang ham omon bo'llaring. Sizlarni baxtingga bizlar omon bo'layıq. Ilohim mana shunday mana qudalarim, og'aynilar, yar birodar, do'stlar, ming rahmat hammanglarga. Sizlarni boringlarga shukr. Boringlarga shukr. Rahmat bolalarim, omon bo'linglar. Qolganni oyimiz qo'shadi. Neyimiz? Adamınızın teni sağ olsun, bakmalı yaşınız mübarek olsun. Ballarını baktığa, bizani baktığınızga ömrü yaşınız uzak olsun. Bäringlerge rahmet. Sağ olup aman bollar. Kenday maşina farzandinizin rahatını görün. Akemiz görmedi, siz görün. Sardar aman bollar. Taşqan, Murat, bäringlerge rahmet. Xuda andalar, sizlarga ham rahmet. Qarindosh urug' sizlarga ham rahmet. Sağ bo'linglar, yaxshiliklarda qaytarayıq. Farzandlarimiz sağ bo'lib, omon bo'linglar. Bunchalik qilganinglarga shukr. Nima qiladi deb o'ylamagan edik. Mayli, bunchalik ming shukr. Qarshi chor qo'yinglar. Bugun haqiqatan ham farzandlaringiz Abdulla akam, Zarafat opoyimiz, Nodir akam, Hasan Husan akalarimiz qolaversa, bularga hamisha mana shunday yuksak natijalarga, yutuqlarga yetishiga sababchi bo'lgan insonlar, bu insonlarning juft halollari bo'ladi. Mana shu barcha kelinlar, kuyovlar nomidan bugun sizlarni tabriklashim kerak. Nabira kuyovlar bor mana. Qancha suvlar oqib o'tdi 63 yilda. Kamolxon aka. Endi bundan buyog'iga xonadonda hamisha xursandchiliklar bo'lsin. Hamisha to'ylar bo'lsin. Boshlar to'ydan chiqmasin, farzandlarni, nabiralarni, evara-chevaralarni rohatlanib ko'rish sizlarga nasib ro'za aylasin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ana endi kelinglar, boya o'zingiz aytdingiz, bugun qilgan mehnatingizlarning samarasi bo'lyapti qaysidir ma'noda. Ana endi sizni mana shunday bugun tabriklagan, mana shunday bir sovg'ani inom etgan insonlar, sizlar yaratgan bog', ya'ni farzandlar fursatdan foydalanib sizlarga yaxshi niyatlarni izhor qilsin. Kelinglar, Abdulla aka, Nodir aka, Zarafat opay, Hasan Husan aka, Nodir aka. Yaqinroq kelib turasizlar va xonadon eng yaqin insonlari bor, mehmonlarimiz, qudalar bor, akalarimiz bor, Abdulla akamizning do'stlari
Bolalar var, Murat aka kelinglar. Dilshod aka, qayerdasizlar? Umr yo'ldoshlari, farzandlari birgalikda davraga kelib turasizlar. Avval kattalarga so'z berar ekanmiz. Undan keyin qudalar kelinglar sizlar ham. Xodimat aka keling, Murat aka kelinglar. Sizlar ham xush kelibsizlar. Sizlarga ham yangi yil muborak bo'lsin. Alloh hammamizni oilamizga tinchlik, xotirjamlik, qut baraka, osoyishtalik olib kelsin yangi yilda. Boringlarga shukr. Ana endi chiroyli qilib sizlar tabriklab beringlar. Undan keyin farzandlari, dilbandlariga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan mehmonlar. Meni bugun Kamalxon akamiz mana 63 yoshga to'lgan ekan, payg'ambar yoshiga yetib to'lganingiz qutlug' bo'lsin. Yerda. Mana shu kelin bilan baxtli bo'linglar. Haligi mana yigit aytib ketgandek, bugun Xudo xolasa mana ekkan bog'ning mevasini tatib ko'ryapsizlar. O mevasidan undanaga shirinlaydi, o nevaralar ham bo'lsin, bolalar ham bo'lsin, shunchalik xizmat qilib yurgan. Yerda. Men hozir mana sizning ko'zlaringizda, kelin ko'zlarida bir baxt ko'rib o'tiribman bu yerda. Ilohim hammamizga nasib qilsin. Mana shu kunlar bu yerda shunaqa sovg'alar degandek bu yerda. Endi bu asosan o gap mashina nimadan mas'ul qilib bolalar ham bo'lsin. Taningiz sog' bo'lsin bu yerda. Mana shu tilayni aytamiz deb Toshkentdan kelib o'tiribmiz. Kelin bu yerda. Kecha men kelganda bovjon aytib qoldi. Men aytdim o'zi Adlajon aytuvdilar. Men bir ikki sayram kelgandim haligi bir ishlar bilan. Aka uyga o'ting debdi. Bu yerda bir otam bilan tanishtirayin deb. Allohga shukr mana shu kun buyurgan ekan bu yerda. Aytadigan so'zim mana baxtli chol kampir bo'linglar, o'ynab kulib yuringlar. Mening yoshim 70 da. Birinchidan mening yoshim bersin, keyindan ko'raverasiz ekan. Xudo xolasa o'ziga kirib yuravering. Yerda omon bo'ling. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Mana Toshkentdan kelib yaqinlari, oilaning yaqinlari, qadrdonlar, Abdulla akamiz do'stlarini adalari bo'ladi bu insona. Jonlar omon bo'lsin. Mehmon otangday ulug' deydi. Shunday ekan mehmondan niyatlarni boshladik. Ana endi xonadonni suyukli qudalari, katta qudalariga so'z. Marhamat. Rahmat. Kamalxon boya 53 dedim, 53 emas, 63 ekan. Avvalambor qutlug' yoshingiz muborak bo'lsin. Alloh taolo bergan bu umrlarni yana bir ikkitasini bergan bo'lsin. Mana necha yil beri qudachilik qilyapmiz. Samanga bormadik. Bu sizning yoshingizda biroz qiyinchiliklar bo'ldi. Biror bir ular bari ortda qolgan bo'lsin. Buni buyog'i yoshlar bo'lsin, yoshliqlar bo'lsin. Alloh taolo bergan umrni risolat bilan parallel ravishda bitta bir kam bo'lmay, ochiq bo'lmay o'tkazinglar. Bola chaqani rohati mana boshlandi Xudo xolasa. Mana buni keyin ham yaxshi yoshliqlar bo'lsin, yoshlarda kelay, to'ylar bo'lsin, nevralarning baxtini ko'ringlar. Bu nevralarni farzandlarni o'stirishni o'zi bo'lgan yo'q. Men bilaman men qancha qiyinchiliklarni ko'rdinglar. Endi rohatini ko'radigan payt keldi mana Xudo xolasa. Hammasini joyladinglar, to'ylarni qilyapsizlar mana. Buni mana shuni rohatini mevasida mana shuni bilamiz. Sizlarga yana bir marta teni sog'lik, xotirjamlik tilayman. Doimo xursandchilik bo'lsin shu xonadonlarda. Rahmat. Ilohim aytganingizga rahmat. Ana endi aziz mehmonlarimiz so'z. Kamalxon akamiz eng suyukli bolalari, bizni ham tog'amiz, ham bo'lamiz, ham akamiz, har doim bizlarga yaxshi niyatlarini, to'g'ri nasihatlarni ayamaydigan inson Murat akamizga, Muratxon akamizga marhamat. Kamalxonda yoshingizga yosh qo'shilyapsan. Teningiz sog' bo'lsin, bola chaqaning rohatini ko'ravering. Bunaqa yaxshiliklarni yana ko'pini ko'ravering. Yaxshi niyatlarga yetivering. Ilohim aytganingizga salomat bo'ling. Ana endi men onajonimga va kenonlarga so'z. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga yig'ilgan katta kichik bag'rijigarlar, qarindoshlar, hammanglar xush kelibsizlar. Mana hammanglarni 2021-yil bilan tabriklaymiz. Hammanglarga 2021-yilda nima niyat qilsanglar, niyatinglar qabul, murodinglar hosil bo'ladigan yil bo'lsin deb tilak tilaymiz. Mana bugun Kamalxonni tug'ilgan kuni ekan. Kamalxon qaynım risolat avsuni bilan qo'sha qaring, yuzlarga chiqing, bola chaqalarning rohatini ko'ring. Bundan ortiq baxt bormi?
Mana shunday mevalarni hosili, muhabbatlaringizni hosili bo'lgan bu mevalarni mana yana mevasini ko'rib o'tiribmiz. Xursandchiliklarga bizlar ham sherikimiz. Omad bersin ukalarimga, sinlarimga, bariga ham, hammasi ham qo'sha qarisin. Sizlarni yaxshilarga yetib, undan ham o'tib ketishsin. Nevaralarning orzu havasini ko'rib, va shunday qo'sha qarib yuraveringlar. Baxt tilayman, omad tilayman yana hammanglarga. Yaxshingiz yaxshiga chiqib, yuzlariga chiqing. To'ylar yili bo'lsin 2021-yil. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga tashrif buyurgan qarindosh urug'lar, aka singillar, opa ukalar. Mana shundoq tug'ilgan kunda Kamolxonda Risolat kennoyi. Avvalambor mana shu xonadonga men kelin bo'lib tushganimga mana 36 yil, 47 yil bo'lyapti deb hisoblayman. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'g'illar, qizlar, baxtli, taxtli bo'linglar. Mana shu 21-yilda nimani orzu qilsanglar, orzu niyatinglarga yetinglar. Bizlar ham Xudo xolasa sizlarning orqanglardan sekin yetib olaveraylik. Mehr muhabbatimiz kuchli bo'lsin. Doimo mana shunday farzandni voyaga yetkazgan teninglar sog' bo'lsin. Avvalambor mana shunday kunlarni ko'rmay ketgan Irsay opam, Aymalxondanmi ruhlari hamisha qo'llab-quvvatlasin. Ruhlari hamisha nima deymiz? Bizlarni ruh kapalaklar bizning tepamizda yuribdi. Nima deyman? Mana shunday farzandni xalqqa tanitgan Sardar teningiz sog' bo'lsin. İşlaringizni rivojini bersin. Xalq alqishiga sazovor, chiroyli suxandon bo'lib yuring. Bizlar sizdan faxrlanamiz hammamiz. Kennoyi, bag'ir jigarlar omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Rosa gaplarim ko'p, lekin hayajonlanyapman. Niyat qilyapman, bizlar ham murod maqsadimizga yetaylik. Adasi omon bo'ling siz ham. Sağ bo'linglar yigitlar, Abdulla, o'g'il qizlar, muslimalar, Xudo xolasa mana navaralik bo'ldik degan so'zlarni eshitaylik. Sağ bo'linglar hammanglar. Ilohim aytganingizga rahmat, yaxshi niyatlar uchun. Ana endi so'z xonadonni nabira qudalari desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Marhamat. Ikki og'iz ham niyat qilib qo'ying, marhamat. Kamolxonda yoshingizga yosh, umriga umr. Xudo xolasa mashhurlar to'y bo'lsin. Nima niyat qilsangiz niyatingizga yeting. Tabriklaymiz, rahmat. Ilohim aytganingizga kelsin. Ana endi mana shu insonning juft haloliga so'z. Nima deymiz? Hamisha sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Bola chaqani rohatini endi rohat qilib ko'ringlar, Xudo xolasa. Endi yuzlarga kiringlar. Endi avaralik bo'ldik deb Xudo xolasa hammamiz birgalashib shuni ko'raylik endi. Mayli. Sog' bo'ling. Ilohim aytganingizga kelsin. To'ylarga to'ylar urlansin. Ana endi xonadonni farzandlari, o'g'illari, qizlari, kelinlari, kuyovlari hammaliga shu yerda. Ana shu insonlarga so'z bersak, yaqinroq kelib olsanglar, sizlarga so'z beramiz. Kelinglar, Nodir aka, Abdulla aka, Hasan Husan aka, Bobir, Nishod aka. Kelinglar, o'tib olinglar sizlar. Bugun hurmatli akalar, opalarimiz bugun adajoninglarga mana shunday bir chiroyli kutilmagan sovg'ani taqdim etdinglar. Ilohim ota-onaga qanaqa hurmat, iltifot ko'rsatayotgan bo'lsanglar, farzandinglardan qaytsin, 100 barobar qaytsin ilohim. Sizlar ham farzandlarning baxt kamolini ko'rish, chiroyli bir oila egalari, el-yurtda namuna bo'ladigan, el-yurtda g'ururlanib yuradigan chiroyli bir oila egalari bo'lish sizlarga nasib qilsin. Ana endi adajonimizni, padari buzrukvorimizni chiroyli qilib tabriklaymiz. Marhamat. Ada tug'ilgan kuningiz bilan payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Oyim bilan baxtli bo'linglar. Bizlarning rohatimizni ko'ringlar. Ada tug'ilgan kuningiz bilan yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Xudo xolasa. Bundan bog'i bariga boshqash bo'lib yuring. Xudo xolasa. Kirgan yangilingiz bilan tabriklaymiz, Xudo xolasa. Barchamizga mana shunday marakalar nasib qilsin. Mana shunday oyim bilan birga barimizga marakalarimizni boshqash bo'lib yuring.
qo'sha qaringlar. Qiladi undan keyin Bobur Kiyovto'ra hamda nabirangiz yaxshi niyatlarni izhor qiladi. Assalomu alaykum. Kamaxonda tug'ilgan kuningiz bilan yoshingizga yosh qo'shilsin, teningiz sog' bo'lib, yanagi yangi yillarga o'ynab kulib yuringlar. Misol aytganda sizning ham teningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Dada tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz yana bir bor. Xudo xolasa 63 ga kirding, sen 100 ga kiring. Opam bilan sog'lom bo'ling, baxtli bo'linglar. Ishqi bizlar ham sizlarning yaxshinisini bersin bizlarga ham Xudo xolasa. Hammamiz sog'lom bo'laylik. Assalomu alaykum hammaga. Dada opa tug'ilgan kuningizlar bilan ikki dunyo saodatini ko'ringlar. Bizlarning baxtimizga sog' bo'linglar. Bizlar rohatimizni ko'ringlar. Ilohim aytganinglar kelsin. Farzandlarni, nabiralarni orqasidan ota-ona hamisha yaxshi so'zlarni eshitsa, xursandchiliklarni eshitib yursa, bu ota-ona uchun eng katta baxt. Farzandini baxtini, kamolini borgan joyda tinib tinchib ketganini ko'rgan ota-ona bu dunyodagi eng baxtli inson bo'lsa kerak. Shuning ekan yana bir karra bugungi xursandchilik kun, tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyom muborak bizning Kamolxon aka. Endi sizlarni hammalarni sovqqa chiqarib ozgina bezovta qilib qo'ydik, ming bor uzr. Endi kelinglar to'y-to'ydek bo'lsin, bitta qarshi cholib qo'yamiz. Va hammanglarni bitta davraga taklif qilamiz. Bitta chiroyli davra bo'ladi, undan keyin ichkariga. Bu şirin zamanlarda Xorazm ya Toshkent Andijon tomonlarida Xorazm ya Toshkent Andijon tomonlarida Aşıqların, məşuqların otda yoxub Öynəb qiya baxıb Aşıqların, məşuqların otda yoxub Qalbimizdə, dilimizdə zəvq oynatıb Nazı birlə, sazı birlə yar ötədi Qalbimizdə, dilimizdə zəvq oynatıb Nazı birlə, sazı birlə yar ötədi müftelasıga Öynəb külüb qiya baxsına Aşığı müftelasıga Öynəb qiya baxıb Aşıqların, məşuqların otda yoxub Öynəb qiya baxıb
Aşıqların, məşuqların o'tda yoqib Qalbimizdə, dilimizdə zavq uyg'otib Nozi birla, sozi birla yor o'tadi Qalbimizdə, dilimizdə zavq uyg'otib Nozi birla, sozi birla